Shogirdlariga qattiq qo'l trener bo'lgan yaxshimi yo do'stona bo'lgan yaxshimi? Ikkovi. Har xil odam keladi-yu. Ha, endi har xil bo'ladi. Настроениyasi har xil bo'ladi. Qattiq qo'lga bo'ladi. Lekin qattiq qo'lga qilmasangiz Ishlamaydi. ishlamaydi. Lekin iloji boricha do'stona Vaziyatga qarab, muomalaga qarab. Tavon kelganda, miyadagi, ko'chadagi, ichidagi holatlarni chiqarish kerak-da. unutgan holatda-da. Ha, maza qilib unutib qoldim degan tushunchani olib ketish kerak. Stresslardan olib ketish kerak. Buni sizlar o'rib ko'taramiz endi hozir. Aka bitta savol. Yangi boshlayotgan sportni umuman bodybuilderlar ko'p yo'l qo'yadigan xatolardan. Aytdi, yangi boshlayotganlarga masalan. So'ramasdan o'zini bilganini qilish. Zalga kelgandan keyin. Zalga keladida nima ishlaydi? Dars ko'rsatib ketsangiz, siz bergan mashg'ulot qilmasdan yana boshqa narsa qo'shib qo'yish. O'zicha yangilik qiladi. O'ylaydiki, buni ishlab, buni ham ishlasa 2 oy ham birda beraman. Ko'proq beradi. Ha, so'ramasdan. Keyin zalga kelgandan keyin u programmasiga qarab qiladigan bo'ladi. Trener o'ziga keltirib o'zidan so'rasa, bu tushunasizmi? Telefon programmadan ko'rib oladi. Lekin programma doim ishlamaydi, programma. Endi shunaqa desa ham. Chunki hamma organizmni har xil, hamma narsa qilishi har xil. keyin ba'zi bunaqa gap so'zlar eshitaman. Ko'p narsani genetikaga bog'lab qo'yadi. Bu qanchalik to'g'ri? Yo'q, genetikadan emas. Bu misol biz ham nozik bo'lganmiz. Gendan bo'lganda bo'lmadi bunchalik o'zgarish. Bu bahana. Genetikani boshqacharoq qilib qo'ysa ham bo'ladi. O'zgartirsa bo'ladi O'zgartirsa bo'ladi. Sen nozigini, sen o'zini ham nozik holatga olib bo'ladi. Odamni o'zida. Trener bilan ishlab, ona o'zini ishlab, maslahatlashib, to'g'risi bo'layman, hamma yaxshi. Ovqatini, trenirovka jarayonini, damini, ishini hammasini yo'lga qo'yish kerak. Disiplinani yo'lga qo'yish kerak. Sabr degan vaqt soat sabr. Tez hech narsa bo'lmaydi. Albatta. Tez to'g'ri qiladigan narsa. Mana 2 oygacha o'ylaysiz. Bo'lmaydi. Bu narsa. Hech qachon shoshilish kerak emas. 15 yil, 20 yillik staj bor odamlar gapiryapti bu gap. Masalan, hech qachon bular ham bir oyda bo'lmagan, 5 oy, 1 yilda bo'lmagan. O'zi Yevropalarda, masalan, YouTube'larda ko'raman, hech qaysi odam trenerga borib turib, necha oyda bo'laman demaydi. Bizda bor narsa deb o'ylayman. Faqat bizda bor, qanchada bo'laman. Ha, faqat u yoqlar Yevropa yoki Amerika davlatlarida ko'p sportsmenlar borgandan keyin vaqt qo'ymaydi o'ziga. Maqsad qo'yadi. Maqsadga o'zi sekin tanasini qurib boradi. Maqsadga yerda bormasdan ko'p narsa olaveradi. Ko'p narsa olaveradi. O'shaning uchun sabr bilan maqsad qo'yishni, trenerdan maslahat olib, disiplinani mahkam qilib ketarish kerak. O'zi bilmay qoladi. O'zi tana qilganingizni o'zi bilmay qolasiz. Orqangizga qarasangiz, 1 yil 2 yil vaqt o'tgan bo'ladi, lekin chakana tajriba, chakana taningiz holatini o'zgartirgan bo'ladi. Faqat ungacha sabr kerak. Mana. Aka, kardio zona. Juda ham zo'r, ham yo'q bor. Savol bor, ko'pchilik mana ozaman deb keladiganlar. Kardiodan ko'p foydalanadi-da. Bunaqa begovoy, velosiped ko'proq yugursa hozir. Siz nima deysiz? Kardioda, misol tez ozishda kardio muhimmi yo kachga foydaliroqmi? Kachga foydali. Nimani hisobiga hozir tushuntirib bersangiz? Go'sht muskullari yaxshi ishlaydi, yaxshi rivojlanadi. Yog'lar erishiga yaxshiroq yordam beradi. Chun kardio. Endi kardioda trenirovkadan keyin qo'shsa bo'laveradi. Uni 20 ko'p. Faqat yurish hajba qilib aka. Biz ham ko'pchilikka shuni tavsiya qilamiz o'zi. Misol endokrinolog Gulom aka degan odam bilan ishlayman-da men ham. Begovoy tavsiya qilmaymiz o'zi aslida. Begovoyda ishlatish vaqti bor. O'zini mahsulot bor, lekin bizda ko'pchilik ongi singib qo'ygan, kelish kerak, begovoy qilish kerak. Uni narsani kardio ham qilish kerak, faqat trenirovka. Ha, trenerdan maslahat so'ralsa, trener o'zi tushuntirib beradi, qachon nima uchun qilish kerak. O'shaning uchun tezroq ozaman, tezroq natija qilaman desa, bu vaqtinchalik yugurgan. Zo'ri to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri sport. Kachka, muskullar yetarli nagusdan tushirish. Nagusdan tushirsa, yaxshi yog' eriydi, tanasi ham sifatli yaxshi bo'ladi. Tanaga yurak qiynalmaydi. Qonlanish oson bo'ladi. Qonlanish to'g'ri bo'ladi.
har xil kasalliklar chiqaradi. Chiqaraveradi endalik bo'lgan hisobiga. Ham Burada kamroq desa anaqa qilish. unaqa holat juda ham ko'p bo'ladi. Qiziqyapti. Hech kim qiziqolmaydi. Masalan, odamlar uchun qilingan narsa bu faqat foydalarni o'ylab gapiradilar, sizlar. O'shaning uchun trenderdan maslahat so'ragandan keyin hech qachon o'ylamanglar, bu narsani qiziqyapti. So'raydi, bega o'qima. Ha, Rossiya shekil bega o'ydan foydaliroq desak ham ko'pchilik g'alati tushunib qoladi. Razmikani ham misol bega anaqa kardio bilan ko'pchilik adashtirib oladi. Razmika qiling desa yugurib kelmaydi. Masalan, velosipedga kelmaydi. Muskul qizdirmaydi unda. Sustavlarni qizdirib olish kerak. Обязательно тренировкаdan oldin qizdirish kerak. Yaxshi ta'minot. Yangi boshlayotgan odamlar uchun yoki 2-3 oy bo'lgandan keyin boshlayotganlar uchun haftada necha kun zalga chiqish tavsiya qilasiz va qanaqa formatda ishlasa bo'ladi? Misol ko'pchilik maslahat ham bor, tajriba. Haftada 5 kun yaxshi bo'ladi. Normal. Har bitta muskulga kerakli nagruskani bersa, ko'pchilik chelesni ham qo'lladi. Kelib bir kunga 2 ta muskulga nagruska beraman deydi. Bundan ko'ra har kuni kunlik упражнение, kunlik muskulga og'irlik yuklana bersa, yaxshi tikkalanishsa ha. O'zini o'zgartirish ham yaxshi. Sport bitga qanday qaraysiz? Yangi kelgan boshlaganlarga qachondan boshlasa mumkin deb o'ylaysiz? Sportni bitaydan. Iloji bo'lsa, san muskullarni san o'rgatib ola boshlasa ham bo'ladi. Bir hafta, 10 kun. Bir hafta boshlanishiga bir hafta 10 kun ichida biz muskullarni to'lashni boshlaydi, ozuqa deydi. Lekin qilish kerak. Sport Обязательно sportni davatga bo'lish kerak. sport ozuqasiz bu narsani tanani bir narsasini qilaman desish xato. Tabiiy deganni xatodir. Yana bu endi masalan bu videodan keyin albatta interes bo'ladi odamlarda. Personal trenerovka narxingiz necha bo'ladi? Personal bitta odam bilan hamma yo'g'ini o'tida qarab shug'ullantirishingiz necha bo'ladi? 200 dollar. Ovqati kontrol qilib hamma yo'g'ini qarab yurishingiz 200 dollar. O'z personalni o'rgatasiz. Aka rahmat shularga ham so'rab beraman. Motivatsiya yoki disiplina. Mana nima uchun? Ko'pchilik dushanba yangi oy deydi. Motivatsiya deyman, nima u? Motivatsiya bo'lishi kerak, lekin disiplina. Motivatsiyani berishni biz beramiz, trener beradi. Motivatsiya ba'zida yonib, ba'zida sonadigan narsa, ha? Lekin disiplina bo'lsa odam, katta maqsad qo'yib olsa, maqsad sari ketaveradi. Shu sportga trenerlik sohasida ishlaganingizdan berimi yoki sport ichida yurganingizdan berimi yodingizda qolgan, masalan, sportga kirganingizdan bitta esingizga keladigan voqea bitta aytib bering. Чтобы sizdan keyingi mana bizda yosh bodybuilderlarga yoki bizdan ham yoshlarga qiziqarli voqea bo'lsa yoki bir motivatsion bir holat bo'lgan bo'lsa, Qiziqarli voqea shu basket kez bilan bo'lgan. Shu eng qiziqarli shu kirib ketganman yana musobaqaga. Qiziqib musobaqada bo'lgan. musobaqada bo'lgan. Qandaydir juda bir nimali motivatsiya berib yuborgan o'zimga. Tanishimiz qiziq bo'lgan. Ko'pchilik hamma musobaqada har xil tanishadi. Juda yaqin do'st bo'lib ketganmiz. Birga yurib, o'zi sapernik bo'lib chiqqanmiz bir-birimizga. Bitta sahnaga. Shundan keyin o'sha yerda endi ancha eshitganman, Baxtiyor akam o'tgan ekan. Ha, endi qandaydir omad keldi. Shunaqa bo'lgan. Hali o'zimga nima bo'lganda, haqiqatdan qilsam bo'lar ekan degan maqsad kelgan, tushuncha kelgan. Faqat haligilar erta emas ekan bu. To'g'ri yo'lga ketayotganingizni istagansiz, adashmaganingizda shu sport. Endi ko'p hali musobaqalarni endi qoldirganim sababdan ham bo'lgan u. Birinchi, ikkinchi nima shu zaldan chiqa olmaymiz. Hamisha zal ichidamiz. Musobaqaga bilsangiz hamma yo'lda yig'ishtirib qo'yib tayyorlanishingiz kerak. Bunaqa imkoniyatlar ichida cheklanib, faqat shu zal ichida trener bo'lib ketdik. Odamlarga manfaatli bo'lish uchun faqat trenerlik. Shunaqa. Aka rahmat. O'n ikkitalar. Keyingi safar qaysi zalga boraylik? Kommentariyada yozib qoldinglar va o'sha zalda atmetga qilib qo'ysanglar, qaysi zal ko'proq ovoz to'plasa, o'sha zalga borib, trener bilan birgalikda yoki trener qo'l ostida mashg'ulotlar o'tkazib, bu yerdan foydali informatsiyalar yig'ib, zallarga ham obzorini qilib, xudo xolasa videolarni qo'yib boramiz. Hammaga rahmat, tahdishda bo'linglar, joylar sog' bo'lsin.